Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun 2 oy davomida sotuv amalga oshirgan loyiham Zilola opa bilan gaplashamiz. Bu loyihada biz sotuvni 5000 dan 35000 gacha 7 baravarga oshirganmiz. Shu haqda tafsilotlar bilan bilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, Zilola opa, o'zi umuman jarayon qanaqa bo'ldi? Qanaqa fikrdasiz? Qanaqa kutgandingiz boshida? Salom hammaga. Men Instagramda Supermamashina Zilolaman. O'zimni blogimni yurg'izaman, lekin 2 yildan beri professional targetologiya bilan shug'ullanaman va bu kursni men avval sotganman Instagramda, asosan storiesda. Chunki kursimni ham, xizmatimni ham hech qayerda reklama qilmaganman, sarafonli radio bo'lib kelganligi hisobiga. Reelsga chiqish uchun menda live'dan voz kechish bo'lmagan. Ya'ni Reels'ni bilaman, как professional ekspert sifatida постоянный narsa kerak bo'ladi. Menda motivatsiya bir o'rib qolardi, bir so'nib qolardi, bir oshib ketardi. Bu narsa menga minusga ishlashini bilaman, chunki Instagramda regularность kerak. Bu narsada menga nima kerakligida, komanda kerakligiga uverin bo'lganman. Chunki storiesda u xohlagan paytingiz paydo bo'lib qolib, progress qilib shundan sotib olish imkoniyati bor. Reels'da unaqa emas. Shu sababdan komandani o'zi shunchaki qidirishni boshladim. В каком смысле? O'zi tavakkal chiqib qoladi deb o'zi maqsad qo'ysam, Alloh o'zi yetkazib qo'yadi deb menga nimadir. Keyin sizlar bilan o'sha gruppada tanishib qoldik, bordim. Gaplashib o'tirganimizda gapdan gap chiqib ketib, o'zingiz sferangizni gapirdingiz. Keyin gaplashayotganimizda gapimizga tushdi. Bir gaplashdik, shu narsani shu bilan to'xtab qoldim. Nimadir sabablarga ko'ra, даже eslolmayman. Bu narsa to'xtab qoldi. O'zi 1 yil oldin qilmoqchi edik bu proyektni. Lekin boshlanmasdan o'sha payt o'z-o'zimizda ikkalamiz ham tinchib ketganmiz. Shunaqa bo'ldi. Men operatsiya ham bo'ldim, har xil boshqa narsalar bo'lib to'xtab qolgan edi. Keyin yana yururdim, keyin yana storieslarda sotdim. O'sha aytganimdek eng katta cheki o'sha siz aytgandek 5000 dan ko'tardik deyapsiz-ku, 5000 bo'lgan. No, rasxodlarni hammasini qo'shsangiz 7000 bo'lganda, o'sha storiesni o'zida. Bu narsani oshirish vaqti kelganini his qildim. Shu sababdan menga imенно komanda kerak edi. Bir-birimizni tortishga, ya'ni hamma ishimni tashlab qo'yishga emas, ya'ni razi motivatsiya desa ham bo'ladi. O'zini professionali, qadriyatimiz, dunyoqarashimiz bir-biriga to'g'ri keladigan odamni qidirishni boshlayotganimda bir nechta prodyuserlarni kuzatishni boshlaganman. Keyin hammasiga bir xil yozib chiqqanman. Ya'ni direktiga qanaqa ishlaysiz, nima qilasiz deb yozganimda shunaqa bo'ldi. Mohinuri tez javob berishi, javob berayotganda ham slishkim yopishib olisham emas, slishkim bemalol emas bo'lganiga, shunchaki tavakkal siz birinchi javob berib, birinchi uchrashuv bo'lib, boshqalardan shustri demayman, shunaqa bo'lib qoldi. Vaqtimizga to'g'ri kelib qoldi-da. O'shani hisobiga ham taqdir taqozosi bilan baribir o'zizga aylanib keldim. Masalan, orada boshqalar bilan so'radik. Kimdir yo'q bo'lib qolishni boshladi, masalan, vaqti bo'lmay qolgandir bilaman. Keyin shunaqa qilib siz bilan ishimiz boshlanib ketdi. Birinchi Mohinurga o'zi xohlayotganim xarakterimiz bir-birimizga tushgani, gaplashganimizda birinchi kun tanishganim o'zida voy menga yoqib qoldingiz deganman-da, o'zlariga ham shunaqa deb aytganman. Lekin har uchrashganimizda nimadir bo'lib qolardi. O'shanga boshqa prodyuserlarni keyin qidirishni boshlaganman. Atak Mohinurda o'zim xohlaganman. Ish jarayonida aynan nimalar sizga yoqdi? Qaysi momentlarda yaxshi ham men shu qiz bilan ishlagan ekanman deb fikr o'tgan ichingizdan? Menda shunaqa odat bor, plan qilaman, planlarim o'zgarib ketadi-da. Mohinurda plan o'zgarmas ekan. Shunisi yoqdi. Masalan, men aytaman, mana shu kuni syomka qilamiz deyman, o'sha kuni nimadir bo'lib qoladi-da. Mohinur bilan ishlaganimizda planimiz bo'yicha ketdi-da. Hamma narsa gaplashilgan, hech narsa chepala bo'lib qolmadi. Shu tomoni juda ham yoqdi. O'zim qilganimda har doim nimadir chepa bo'lib qolardi-da. Imенно o'sha kun menga minus bo'lardi. Bu safar siz prям 2 oy oldindan plan qildingiz. Men 1 hafta oldin maksimum plan qilardim. Unaqa oylab plan qilib yurgan odam emasman-da. Bularda plan 2 oy oldin bo'lganligi sababli, o'sha qaysi kuni nima bo'lishini bilib, o'zimni raspisaniyam ham, shaxsiy hayotim, life blogim, boshqa yana ishlarim, proyektlarimni o'shanga qarab bemalol moslashishim oson bo'ldi. Siz menga как бы kallamdagi bardakni joy-joyiga shkaf qilib qilverdingiz-da. Menda ham ancha oson bo'ldi. Ishim barakali bo'ldi. Orada sayohatga ham chiqib keldim, misol uchun chet elga. Bu ham mishat qilmadi. Shuni o'ziga bog'liq narsa meni umuman o'zgartirib yubormadi. Meni hayotimdan, meni tempimdan, meni qadriyatlarimdan kelib chiqqan plan, content plan hammasi o'shanga mos bo'lgani juda ham yoqdi. Meni ortiqcha naprigat qilmadingiz.
yana anaqami, yana mana bunaqami degan narsa bo'lmadi-da. O'zimni qiynamadim. Oddiy hayotimni yashadim. O'sha oddiy hayotimdan siz progress qildingiz, o'sha oddiy hayotimdan sotuv qildingiz, o'sha oddiy hayotimni o'zgartirib tashlamadim-da. Ya'ni men sizga moslashmadim, siz menga 100% moslashib ketganingiz menga yoqdi. Qarang, zapusk jarayonida shunaqa instrument desa ham bo'ladi buni. Shunaqa narsa bor. Contentda progress degan ishlatiladigan texnika bor-da. Buni ko'pchilik biladi, lekin ishlatmaydi. Imенно mana bu Reels'da progress qilish, Stories'da, Telegramda uchalasida ham alohida progress qilinishi kerak-da. Imенно mana shu joylardagi har birida siz qanaqa to'g'ri siz sifatida sizni nomingizdan to'g'ri yoritildimi hamma narsa? To'g'ri aytdingiz. Oldin o'zim yurgan paytimda Instagramga qarasam Telegram qolib ketardi, Telegramga qarasam Instagram qolib ketardi, Reels'ga qarasam Stories qolib ketardi, Stories'ga qarasam Reels qolib ketardi-da. Bu muammo juda ham kuchli bo'lgan. Admin olsam ham unaqa zo'r bo'lmasdi. Mohinur bilan birinchi o'sha 1 yil oldin ko'rishganimizda 3 soat men haqimda bilganlar, gaplashganlar, raspakovka qilganlar meni как shaxs sifatida men u payt unaqa seriyoz qaramagandim. Lekin aynan bularga Instagramimni, Telegramimni topshirganda Instagramingizni o'zingiz yurg'izavering deganlar, Telegramimni adminlardan olib o'zlari yurg'izishni boshladilar. Shunaqa ketdi, hammasi parallelno, sinxron, chiroyli ketdi-da. Telegramni ham orada kirganimda, o'qiganimda o'zimga o'zim yoqib ketdi-da. O'sha progresslar yoqib ketdi. Ortiqcha olinglar, sotinglar unaqa narsa yo'q. Men yomon ko'raman odamlarga навязывать qilishi. Ya'ni sekin, planni qilishini yoqtiraman-da. Xuddi nima desa bo'ladi bu narsani? Life'ga moslab ketish menga yoqdi. Chunki birinchi marta aytganimda men polniy ekspertnisiga o'tib ketish xohlamayman. Life ushlab qolish xohlayman degandim. O'sha yana bir marta aytaman, menga moslashib, o'sha olib bordilar va Telegramni даже bular yozganlardan o'qiganimda o'zim maza qilib o'qidim. Boshqalarnikida ko'rardim, ha, foydali, zo'r, молодец, zo'r dedim. Sizda prям maza qilib o'qidim, ichimdagini olib chiqardingiz. O'sha Telegramda misol uchun siz chiroyli olib borganlaringizni storiesga ham qo'ying deganda bir xil joylarini men endi jaydari, chapani so'ziga o'zgartirardim, lekin content planingiz tuzib bergan story kunlaringiz ham, ssenariylarni menga yoqardi-da. Sal bir ikkita korrektirovka qilardim, baribir o'zimga moslashtirishga. Telegramdagi juda yoqqan menga. Nimalar yoqmagan ish jarayonida? Yoqqan narsani yana bitta qo'shimcha qilib ketay. Yoqqan narsasi stabilность ko'p yuborarsiz. Misol uchun men ham yaxshi ko'raman. Bitta tekst, bitta audio, bitta krujok, mana shunaqa aralash qilib odamlarni zeriktirib qo'ymaydigan bo'lishini xohlardim-da. O'sha narsa borligida ham xursand bo'lganman. Yo'q bo'lib qolmasdingiz, постоянно montaj etardim deb va qayerdan vaqt topyapti shuncha narsaga bu qiz derdim-da. Demak, ishingizni yaxshi ko'rishingiz shundan ma'lum bo'lgan. Yoqmagan narsa bo'lmagan-ku. Umuman bo'lmagan. Nimadir yo'q. Voy, g'alatimi bu deb qandaydir nimadirlar bo'lmaganmi? Rostini aytaymi? Video darslikdagi xatolar oldindan tekshirmasdan tashlangan xatoliklar bor. Darsliklar deganmi? Darslikda o'sha muammo bo'ldi menda. Chunki qanaqa oddiy narsa-ku, buni o'zi ko'rsa ham tushunardi deb o'sha narsa bo'ldi. Ya'ni birinchi o'sha video darsligimiz bor YouTube'dagi. O'shanda ham bor edi xatoliklar. Keyin Telegramdagi dalada ham o'tkazib ko'rganman-da, men ham boshdan oxirigacha ko'rmagan. Mana shu narsangizni to'g'rilash kerak, ko'rish kerak-da. To'g'rilaymiz u narsani, inobatga olamiz. Yana nima? Nima kamchiliklar bo'lgan? Boshqa kamchilik bo'lmadi deb o'ylayman. Menimcha. Bundan keyingi planlar qanaqa? Yana Dalshimon bilan ishlamoqchimisiz yo yo'qmi? Nimaga ha, nimaga yo'q? Men o'zi odamlarni almashtirishni yoqtirmayman. Men o'zim mana o'zingiz meni ham ko'rdingiz-ku, что odamlarga pol ishonib, oddiy ochilib ketaman-da. Bo'ldi, birga ishlab yurish yoqadi menga. Odamni o'zgartirib, qani u nima qanaqa ekan, bu qanaqa ekan deyish yoqmaydi. O'shanga ham boshida menga stabilniy, постоянный odam kerak-da. Baribir постоянный odam bu sizni yana ham zo'r biladi. No, ishlash plani o'sha ideya qolmadi, zerikdim deb qolsa to'xtatish mumkin, faqat shu narsadan to'xtatish mumkin. Ish bilan qarasa, lekin eng yomon ko'rgan odam shaxsiy muammolar bo'lib qolishdan qo'rqaman, bu odamlar bor bo'lib qolishi mumkin. No, o'zimni planim o'sha davomiy ishlash, ideya tugagungacha, motivatsiya tugaguncha, balki u tugamas hech qachon. No, bo'ldi, sizda ham ideya qolmayapti menga, menda ham qolmayapti, sizdan ilhom kelmayapti menga nisbatan bo'lib qoladi. Bu o'zimda ham bo'ladi. Misol uchun proyektlar olaman-da, zo'r to'laydi oyiga, zo'r to'lashadi deb, уже menda ularga ilhom kelmayapti. Boshlab berganman, qo'yib berganman oyoqda deb, уже yurg'izish kerak-ku. Уже men tusayib qolaman sha.
xuddi shunaqa agar bo'lib qolmasa постоянно ishlash menga выгодно чем yangi odamga yana boshqatdan o'zingizni tanishtirib yana boshqatdan ochilib shu olgungacha rejimga qilgandan ko'ra постоянно bitta odam ishlash yoqadi no ikkita yo'li bor to'xtatishi yo o'sha ideya tugaganda to'xtatishi mumkin yoki shaxsiy nimadir muammodan kelib chiqishi mana shu ikkinchi variant bo'lmasin ilohim o'shani ham boshida esingizdami sizdan so'ragandim proyektlaringiz bilan nima sababdan to'xtatgansiz nima yoqmaydi odam nimaga to'xtatishingiz mumkin nima o'zingizni minusingizni oldindan aytib qo'ying deb boshlaganman-ku shu to'g'ri kelsa anaqa bo'ladi a tak ko'rganingizda menda pul bilan unaqa muammo bo'lmaydi keyin mas'uliyatim bor nimadir ne to'g'ri kelsa to'g'irlab ketaman и sizda ham anaqa yana yoqqan tomoni misol uchun qatlandirib gaplashib qo'yish kerak-ku aytmasimdan oldin gaplashasizmi nimasimdan уже gaplashib qo'ygan bo'lasizda o'shanisi вообще zo'r maza bu mas'uliyatni man miyadagi mas'uliyatni вообще oladim dam olib ishladim desa ham bo'ladi fizicheskida u yoqqa yugurib charchashlar bo'ladi men moralni dam oldim oldin juda ko'p charchardim o'zi siz bilan yaxshi ishlaganimizni sababi ham mana shu bemalol ishlaganimiz sababi ham siz sohani tushunasiz shu paytgacha blogingizni o'zingiz shu holatgacha olib kelgansizda uni nyuanslarini bilasiz nima qilsa yaxshi bo'ladi nima qilsa bo'lmaydi уже ana darslarga syomkalarga vaqtida kelib tushib berish o'zi mutaxassis sifatida gapirish kerak bo'lgan gaplarni ham gapirib berish ham bu katta san'atda agar kuchli mutaxassis bo'lmasa уже o'sha joyda boshlanadi 1 soatlik syomka 4 soatga cho'ziladi уже odamni ishlagisi kelmaydi bitta manda emas aytmoqchiman siz mutaxassis sifatida ham o'zingizda shu ko'nikmalar borligi uchun ham yaxshi ishladik ko'p proyektlarda manda shu paytgacha qarang Zilola opa именно finansiy tarafda muammolar bo'lgan boshida kelishiladi oxirgi kelib lekin nimadir bo'lib bergisi kelmay qoladi yoki sotuv kutilgandek bo'lmasa уже norozichiliklar kelib chiqadi u yerda to'g'ri kamchilik bo'lsa ikkita tarafdan ham bo'ladi kamchilik misol uchun o'tirib zapuskdan keyin mana bunaqa prodyuser haqida otziv berish ham hamma ekspertga ham emasda o'zingiz Instagram bloger o'sish bo'yicha mutaxassisku почти aytmoqchimanki berayotgan pulingizga menga rozi bo'lib berdingizmi qanaqa ichingizda ощущение yoki o'zim ham qilsam bo'lardi shuncha narsani yo'q degan narsa o'tdimi chunki mana biz 5 minglik sotuv qilib yurgan bo'lganlar Zilola opa biz birga ishlagandan keyin 2 oyda ichida уже 35 ming dollarlik sotuv bo'lgan aslida undan ko'proq bo'ldi но возвратlar mana shunaqa nyuanslarni hisobga olganda 35 ming dollar bo'lgan qarang u odamni o'ziga ham bog'liq har bitta odamni pulga qarashiga ham bog'liqda misol uchun man sizga fiksani kelishuvimiz ham boshqacha bo'lgan buni kameraga aytib o'tirish shart emas и man u pulni уже mani pulim emas deb hisoblayman hisob kitob qilayotganimizda ham bilasizku manga oladiganimni ayting и bo'ldi mani pulim o'sha deb o'ylaymanda ani u yog'iga hisob kitobni mani pulim voy aniga bermaganimda zo'r bo'lardi degan narsa bo'lmaydi zato aytyapman-ku man 5 ming o'sha zapusklar qilganimda u rasxoddan sof foydamni aytyapmanda 5 ming zapusk qilgan paytlarimda shunaqa charchardim moralni ezilib ketardim bunda maza qildim maza qilganim uchun o'sha pulni to'lagan bo'lsam mayli to'lay undan ko'pini topdim-da misol uchun ham maza qilib ham kattaroq summa cho'ntagimga tushdida bu afsuslanish emas boshida faqat qo'rquv bo'lishi mumkin deb o'yladim-da oqlarmikin yo'qmi deb bu tomonlarga endi din tomonlama qarasam Allohga tavakkal qilish kerak o'zingizga uveren bo'lsangiz qilib ko'rish kerak man o'zimga uverenman что storiesni o'zida qilyapman-ku man o'sha pulni derdim reelsni qo'shsam по-любому ko'tariladi derdim chunki ko'rdingiz-ku o'zi ham auditoriyani so'g' auditoriya ko'p kirdida chunki man hech qayerda o'zimni oldin reklama qilib yurgan odam emasman reelsda уже sekin ekspertligimni oshsam mana otзывlarni ham ko'rasiz o'z o'quvchilarnikini anaqa zo'r xursand bo'lishyapti-da haqiqatdan просто o'zim maqtamayman-da endi sekin o'rganyapman desam voy ular targetologmilar deb so'raydida ko'p ekspertligimiz ochilmaganda mana bunda ochilmaganida shunaqa bo'ladida и manda shu yutug'im pulni nimaga odam pul baribir jigardan bo'lganda o'rtada shayton bor o'ynatib qo'yadi man o'sha pulni maniki emas deb qarayman faqat talab qilish kerak emas uni berish ham kerak ekanda man shunisiga uverin bo'ldim ikki xil tomonlama psixologический ham din tomonlama и o'zingizda ham bo'lishi kerak bu narsa shuning uchun man o'sha pulni уже yo'q deb hisoblaganman bo'ldi ularni kesib tashlang dedim-ku oling uni olib tashlang buni olib tashlang man konkretniy deb oldim o'sha miyamga o'sha summani qildim eng qizig'i man sizga mana shuncha bering deganimni ровно bo'ldi-da juda ham man dekompozitsiya qilib chiqqanman boshida mana shunaqa sotsak ham zo'r hozir Zilola opani blogida и o'shandan ham 4-5 ming ko'p chiqdi-da o'sha sotuvga umumiy summani oladigan bo'lsak bu zo'r yaxshi degani bu men tarafdan ham to'g'ri baholangan blog degani siz tarafdan ham auditoriya holati shunga mos degani bizdagi barakali kurs bo'lishini xohlasa любой ekspertga aytardim
halol bo'lishi kerak по-любому. Sotyapsizmi o'sha summaga arziydigan bilim berish kerak. Ana infolo'lilar deyshadi-yu, shunaqa bo'lishi kerak emas. Men maksimalni mana bular ham ko'rganlar maksimum berishga harakat qilyapman-da, o'zim borimda. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Mana bunaqani ham qo'shish kerak deb. Men shu joyda bitta gap qo'shib ketaman, gapingiz bo'ldim. Ko'p ekspertlar mana ChatGPT chiqqandan beri ochadi, ChatGPT ga kiradi, temasini mana shu ichidan ko'rib o'tirib, o'qib olib, gapirib beradi-da. Mana shu eng yomon narsa. U mutaxassis, men uni kursini shuncha odamga sotaman-ku, lekin u ChatGPTdagi ma'lumotni berib o'tiribdimi, deymanda уже miyamda ekspertga nisbatan anu ketadi-ku. Bo'ldi-da, o'sha zapust nima bo'lsa bo'ladi-da. Oxirigacha olib borgim ham kelmaydi, o'sha joyda tugatib gaplashib olgim keladi-da. Bularda unaqa bo'lgan yo'q. Misol ChatGPT ga men biror marta kirganingizni ham ko'rganim yo'q, o'zim ham kirganim yo'q. Men o'zi kirishni hech kimga tavsiya qilmayman, lekin qaysidir momentlarda foydalanish mumkin, to'g'ri foydalanishni bilsa, lekin bermoqchi bo'lgan informatsiyani mag'zi uchun ChatGPT dan ma'lumot olish juda bir katta xato. Endi ChatGPT dan ko'ra o'zimni bilimim yaxshiroqda. Masalan, в каком смысле ChatGPT ham zo'r narsalar aytadi, menda o'zimda уже opit bor. Menda tayyor уже ssenariylarim bor. Endi meni o'rgata olayman deb o'tirib tuzib chiqqanman bu narsani oldindan ko'rgansiz-ku. Men birinchi kun mana buni o'tamiz, ikkinchi kun mana buni o'tamiz, korrektirovkalar qildik-da. Men eslab olish uchun o'zimni prezentatsiyalarimni qaytadan ko'rib chiqdim-da. Tayyor prezentatsiyalarni berdim. Misol uchun dizaynerskiy tomonlarini o'zgartirib berdilar. Ya'ni prodyuserga polni tashlab ham qo'yish kerak emas deb o'ylayman. Ekspertda ham o'zining vazifalari bor-da. Misol kursda ichidagi narsa uchun, imенно videolarning ichida gapiriladigan bilim uchun mutaxassis 100% javob berishi kerak. Men faqat uni qaytga qanaqa yo'naltirib turadi prodyuser. Siz bilan ishlash menga rosa yoqdi, Zilola opa. To'g'risi mazza qilib ishladim. Men shu 2 oy mazza qilib ishladim. Ungacha o'zim ham bu sohadan chiqib ketaman deb выгорание bo'lib turgan holatimda yo'q chiqma deb Xudo menga shu proyektni berdi shekilli. Mayli, davomli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Hammasiga rozi bo'ling. O'quvchilarimizga xayrli bo'lsin deymiz. Yozilgan, tanlagan, kelgan o'quvchilar zo'r rezultatlar bilan chiqib ketsin. O'zlarini meni profilimda ko'rib ko'rishida ham muhim. Zo'r bo'lyapti haqiqatan. Mazza qilaman o'zim. Agar kim mabodo o'zini kursini zapuskini qilayotgan bo'lsa, prodyuser qidirayotgan bo'lsa, men shaxsan Mahunur bilan ishlab ko'rdim. Menga yoqdi, bemalol tavsiya qila olaman. Ya'ni tavsiya qilasizmi desa, va shu kameraga aytamanmi, bu narsa uchun pul olib yoki nimadir bo'lgani yo'q. Meni o'zi biladiganlar biladi. Ko'p blogerlar taniydi, kurs qiladiganlar ham taniydi, ishlab ko'rishdan tavsiya qilaman. Faqat o'sha aytganimdek, o'zinglarni berayotgan biliminglarga va o'zinglarni punktualностьларga harakat qilishinglarga uveren bo'lsanglar. Atak bu o'sha Mohunur zo'r tomoni sizga polni moslashib, sizni auditoriyangizga moslashib qilib beradi. Hech qachon unaqa qilmadingiz, bunaqa qilmadingiz deb negativ o'rtada bo'lmadi. Shu ham zo'r. O'rtada umuman ushib qolib nimadir narsa bo'lmadi. Moslashib keturdikda, как o'rtoqlar. Bitta anaqa uchun harakat qildik. Shunga tavsiya qilaman, agar shunaqa atmosferada ishlash xohlasanglar. Yon bosib, qo'llab-quvvatlab, tushunib, ish jarayonida o'zi ikkita taraf ham bir-biriga moslashsa, ish zo'r bo'ladi. Agar yo'q, bu sening ishing deb tashab qo'ysa, sen qilishing kerak deb tashab qo'ysa, oxirdagi rezultat ikkalasiga ham ta'sir qiladi-ku, ikkita taraf ham yopishish kerak-da. Shunaqa. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.